Ayolimizni mana oyoqlarida mayda varikozlar chiqqan. Sizlarga savollaringga javob berib ketaman. Mayda varikozlar qanchalik xavfli degan savol. Umuman olganda varikozning o'zi norma emas. Homiladorlik vaqti fiziologik varikozlar bo'ladi, chunki aylanib yuruvchi qon hajmi 1,5 litrga oshadi. Shunga qon tomirlar kengayadi. Normada bunaqa tomirlarning bo'lishi norma emas. Nima qilishimiz kerak? Albatta Flibodia 600 ichish kerak yoki Vinadiol, Vinalife, xullas kalom Fliboprotector qabul qilish kerak. O'zini maxsus kremlar bor, Liaton gel bor, gelini sursangiz bo'ladi, Traxivazin bor, plus yana Giparin bor. Xullas kalom sostavi giparin saqlovchi kremlardan foydalansanglar bo'ladi. Va eng asosiysi cho'lki taqishimiz kerak bo'ladi. Cho'lki taqish kerak. Bunday holatda ozgina bo'lsa ham oyoqqa tushadigan nagruzkani kamaytiradi. Siz o'ylagan mana shunday mayda varikoz tomirlar katta muammolarni paydo qilishi mumkin. O'sha uchun oyoq venalari dopplerografiyasini qilish kerak va ichida tromb yo'qlikka ishonch hosil qilib profilaktik choralarni ko'rish kerak bo'ladi.